Egizlar nima ko'ryapsizlar? Go'sht. Ha? Go'sht. Kalla go'shtimi? Ha. Yaxshimikan? Ha, dede, mashina qopga bering. Mashina qilib bering. Ha, siz bor ekan. Qaydan bilasiz o'zingiz? Mana. Endi trendda turgan hali kalla pocha sentriga ketyapman. Kalla pocha deylarmi? Kalla pocha sentri. Uçurt, rostdan aytilganda uçurt. Mayli, Hadis aka. Undan avvalroq bo'ldi aka. Undan martabasi zo'rroq ekan-da. Ha, yo'q, keyin. İnternette Jordan aldım. Kara, çok iyi mi? Ha. Sen ettin, bravo da ettin. Kan, oho, mağarada, kan, koşkan. Mana kan, Bismillahirrahmanirrahim deb olamiz. Mana shunaqa qilib boqaman desanglar, sizga qani. Voy, kan, voy. To'raqo'rg'ondagi Instagram'dagi Kalla pocha sentridagi yoshdan aktivdan bolalar aytadi, o'zim ham yeb ko'ryapman. Mana Bismillahirrahmanirrahim deb turib yeyish kerak. Shap demasdan. Men hech kim bo'lmaydi, rostdan ham shirin ekan. Yor biznesga urg'u beramiz. Gazablok apparati mana bunaqa gazablok ishlab chiqarasizlar. Mana bunda kesadigan narsasi bo'ladi bu, bilasizlarmi? Undan tashqari narxi $1,500. Mana bunisi esa $2,500. Bu avtomat tarzda o'zi kesib beradi hammasini. Bunda ikkita biznes. Mana bunaqa penoblok ham ishlab chiqarasizlar. Undan tashqari tomga shular penoblok quysanglar ham bo'ladi. Narxi $700-800 dan boshlanadi. Xullas har xil assortimentlardan mavjud o'rtoqlar. Hozir mana shu profilga aloqaga chiqing, sizlar dastavka xizmati kelishilgan narxlarda.